Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan MTV ishlarimizni narxlarini bir qator ko'rib chiqamiz. Bizlarga yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'linglar, qani ketdik. Bu tarafda qayta variantdagi eshikimiz bo'ladi. Nejilkalar bilan ishlangan zamoki 4 dan quloqlari, koronavirusga dastlabki ustanobchasi qarzim bo'ylab besplatni bo'ladi. Bu eshikimiz narxini keladigan bo'lsak 1,5 milliondan bo'ladi. Bu eshikimiz laminat bo'ladi. 0.8 lik eng qalin laminatda ishlangan bo'ladi. Korobkalari ham 15 lik korobka bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda o'yma variantdagi yarim eshikimiz bo'ladi. Bu eshikimizni boyu 2.30, shu uchun bahasi 2.900 bo'ladi. Quloqlari 1-2 lik quloqlardan urilgan zamoki koronavirusga dastlabki ustanobchasi ichida bo'ladi. Bu eshikimizning bo'yi 2.15, 2.20 bo'ladigan bo'lsa, shu razmeriga qarab puli sal qaytiladi. Bu tarafda esa yekka eshikimiz bo'ladi. Bu eshikimizdan bo'yi 2.30, shu uchun bu eshikimiz narxi 1.900 ming so'm bo'ladi. 2.5, 2.10 bo'ladigan bo'lsa, bu eshikimiz narxini 1,5 millionga hisob beramiz. Bu tarafda boyni eshikimiz bo'ladi. Bu eshikimizdan zamoklari, quloqlari, dastlabki ustanobchasi koronavirusga ichida bo'ladi. Bahasini aytadigan bo'lsak 900 ming so'm bo'ladi. Ko'proq zakaz beradigan bo'lsangiz kelishib arzon narxlarda ishlab beramiz. Shunday sifatli arzon narxdagi eshiklar kerak bo'lsa, bizlarga aloqa chiqaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.